Biznesdagi 3 ta muammoga 3 ta yechim haqida gaplashamiz. Qisqaroq video bo'ladi. Qisqaroq qilib tezroq tushuntirishga harakat qilaman. Xo'sh, birinchi o'rinda marketing va sotuv muammosi. Bu juda ko'p bizneslarda birinchi muammo hisoblanadi. Ya'ni bozorda talab bor yo'qligini tekshirmasdan mahsulotni sotishga urinishga harakat qilishadi. Lekin yechim unday bo'lmaydi. Aslida yechim birinchi o'rinda ma'lumotlarga asoslangan tahlil va real time statistika bo'lishi kerak. Bu nima degani? Siz avval bozorda ko'rasiz, qaysi mahsulotga talab bor. Birinchi o'rinda. Agar talab yo'q mahsulotni qilsangiz, siz bozorga talab bor deb o'zingizda, masalan, xohish bo'lsa, bu startap hisoblanadi va o'sha talabni siz hosil qilishingizga to'g'ri keladi. Bozorda talab bo'lmasa, siz katta ehtimol bilan ko'proq vaqt va mablag' yo'qotasiz. Ya'ni birinchi o'rinda ma'lumot, ya'ni marketing analizi, sotuv analizi bo'lishi kerak. Ya'ni sotuvdan oldin albatta marketing analizi, bozorga gipotezalar bilan birlikda sotishga harakat qilish kerak. Va shu orqali bozorda talab bor yoki yo'qligini aniqlash mumkin. Ikkinchisi moliyaviy, ya'ni finansiy muammo hisoblanadi. Bitta oddiy savol berish mumkin, ya'ni juda ham oddiy savol. Necha pul topa olaman degan savolga javob topish kerak. Ya'ni buning uchun bashorat qilish kerak. Ya'ni bashorat deganda qo'polroq tushunilishi mumkin, lekin ma'lumotlarga asoslangan prediction deyiladi inglizchasiga. Buning yechimi ya'ni avtomatlashgan P&L, ya'ni profit and loss, foyda va zarar deyishimiz mumkin, va moliyaviy prognozlash tizimi. Bularning hammasi qanaqadir bitta zo'r so'z bor, zo'r ibora bor. Biror ishni qilishdan oldin Excelda boy bo'lib olish kerak, ya'ni hisob-kitobni avval qilib olish kerak, ya'ni moliyaviy boy bo'lib olish kerak qog'ozda. Bu degani, ya'ni o'sha savolga javob, necha pul topa olaman degan savolga sizda aniq raqamlarda javob bo'lishi kerak. Va uchinchisi, eng muhimi, markazlashmagan ma'lumotlar hisoblanadi. Ya'ni ma'lumotlarni barchasi bitta joyda bo'lmasligi. Ya'ni barcha ma'lumotlar bir joyda emas, turli joylarda bo'lishi mumkin. Misol uchun, buxgalter Excelga kiritadi sizga yoki 1Sga kirgizadi, Excelda sizga chiqarib beradi. Kimdir misol uchun sotuv bo'limi qanaqadir CRM ishlatadi-yu, CRMdan sizga ma'lumot chiqarib beradi. Bularning barchasi programmalar yaxshi, lekin ularni birlashtirib bitta nuqtada qo'yadigan yechimimiz, ya'ni yagona cloud dashboard va markazlashgan boshqaruv yechimi bo'lishi kerak. Yuqorida aytganlarimning ham ahamiyati yuqori bo'lgandek, bu undan ham yuqori ahamiyatga ega, chunki bularning barchasini bitta nuqtada, barcha ma'lumotlar raqamlashgan holatda bitta cloudda bo'lishi kerak. Shu yerda bitta yaqinda bir korxonani avtomatlashtirish jarayonida bitta muammoga duch kelgandik. Ular on-premise deyiladi, ya'ni o'zini ichkarida lokal server qo'yishgan, bitta kompyuter, ya'ni qo'yishgan, kuchliroq kompyuter qo'yib, barcha ma'lumotlarni o'sha yerga saqlashgan. Va qanchadir vaqt o'tgandan keyin u kuygan. Ma'lumotlar yo'qolgan, ichidagi texnik muammolar tufayli barcha ma'lumot yo'q bo'lgan. Shuni hisobiga hech qanaqa analiz yo'q, hech qanaqa tahlil yo'q, eski ma'lumotlar yo'q, qanchadan qancha ma'lumot havoga yo'q bo'lgan, qo'pol qilib aytganda. Lekin aslida cloudda ham bu muammo bor-ku deyishingiz mumkin va agar cloudda bu saqlanganda, siz cloudga har oy misol uchun qanchadir pul to'laydigan bo'lsangiz, u sizga, ular sizdan pul olayotganligi uchun, arzimagan summaga pul olayotganligi uchun sizga ma'lumotlaringizni saqlab beradi. Xavfsiz saqlab berishni ta'minlaydi. Chunki ular siz yuklagan ma'lumotni 2-3 ta serverga bir vaqtning o'zida saqlab borishadi. Bular qisqacha shu edi. Bu kabi ma'lumotlarni kanalimda kuzatib borishingiz mumkin. Sizga qanaqa mavzulardagi analizlar, tahlillar yoqishini aytsangiz, kommentda analiz so'zini yozib qoldiring. Biz shunga asoslanib ko'proq ma'lumot yetkazishga harakat qilamiz.
Rahmat.